Bugungi rubrikamiz narx-navo time. iPhone narxlari naqdga va muddatli to'lovga. Bu video baqir-chaqirsiz bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, naqdga va 3 oylik, 6 oylik nasiya savdoga nima hujjatlar kerak? Bitta telefon misolida sizlarga ko'rsatib beraman. 15 Pro Max. Holati ideal ekan, mana boshqacha rangi. SIM, eSIM, ikkita SIM kartasi ham imegasi o'tgan. Narxini $820 qilib beramiz. 87% 256 talik. Ideal nima degani? Orqasi ham ideal, kameralari ham, atroflari ideal, abadoglari ham ideal. Bu telefonimizni oynasi ham idealni bo'ladi. Sotayotganda shu narsalarga qattiq e'tibor qilinglar. 3 oylik, 6 oylik muddatliga $300 oldindan qilib bersanglar, 3 oyga 208 dan tushadi. 6 oyga 120 dan tushadi. Kerak bo'ladigan hujjatlar faqat pasport va oldindan to'lov olib kelasizlar, ichiga iCloud'imizni qo'yib chiqazib beramiz. Pulini qutilganlardan keyin iCloud'larni olib, korobkasini olib ketish imkoniyati mavjud. Keyingi telefonimiz 15 Pro Max, xuddi shunaqa bu ham qaranglar. E'tiborli tarafi 83% 256, ZP region $750 qilib beramiz. Nega? Abadoglari yaxshi, orqalari yaxshi, lekin qilingan joylari ko'p. Ishlashiga 30 kun garantiya bor. 3 oylik, 6 oylik ham chiqadi. Narx-navosida shunaqa $50, $60 farq qiladi. Oynasini o'zini chizilgani sababli. Endi qaranglar, 16 Pro Max xuddi shunaqa qilib solishtirib beraman. Ikkalasi ham rangi bir xil. SIM kartali ikkalasi ham, bittasi 92%, 92%ligi qaranglar, $930 qilib beramiz. 100%ligi $1190 qilib beramiz. $260 farq qo'ydi ikkalasi. Buni foizi 8% ga yuqori. Atiga 52 martagina zaryadga qo'yilgan, holati juda ham ideal holatda bo'ladi. 8% hisobiga $260 raznica qilyapti. $450 oldindan olamiz. 3 oyga $296 dan tushadi. 6 oyga bo'lsa 170 dan tushadi. 16 Pro Max holat ideal, 52 martagina zaryadga qo'yilgan. 17 Pro Max aytgancha arzonchisini olib kelib qo'yganmiz. Xuddi shunaqa SIM eSIM o'tgan $1290 qilib beramiz. Bu telefonimiz arzon chiqqan sababi rangi o'chgan ham turibdi. 72 sikl bo'ladi. Yangi upakovka olib ketib ishlatishgan, o'zimizga sotib oqini olib ketishdi rangi o'chganligi sababli. Chexol qo'yib ishlatsanglar hech narsa qilmaydi xolos. Keyingi telefonimiz 14 Pro Max. Bu ham sal qimmatroq chiqqan. Sababi holati yaxshi, orqasi ham yaxshi, abadoglari ham yaxshi. Oynasida ham chizilgan joylari yo'q, ideal ishlatilgan. Foizi 85, 680 qilib beramiz buni. Telegram kanaliga narx-navolarni qo'yib qo'yamiz. Shuningdek, Samsung to'g'risida ham narx-navosini tanishtirib ketamiz. S24 Ultra ikkita sim kartali bo'ladi, korobkasi bo'ladi. Holati yaxshi holatda 12256 talik. Bu narxini $670 qilib beramiz. S23 Ultra 12256 talik. Holat o'rtacha holatda, yangi olib bitta qo'l ishlatilgan, $570 qilib beramiz. Ixcham telefon xohlaganlar uchun S25 o'zi 12 ga 128 talik bo'ladi. O'zimizdan yangi ochib ishlatishgan, o'zi oldin iPhone ishlatgani uchun sotgan. Endi o'zingizlarda nima telefoninglar bor, kommentariyaga yozsanglar, narxini chiqazib beramiz. Nima telefon olmoqchisizlar? Xohlasanglar naqdga o'zingizlarni 11, 12, 13, 14 olib kelib, 15, 16, 17 larga almashtirib ketish imkoniyati mavjud. 3 oylik, 6 oylik muddatli to'lov narxlari bilan обязательно Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib, bizani kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarda qaysi telefonlarning narx-navosi qiziq, uni ham yozib ketsanglar, обязательно inobatga olib, u to'g'risida ham video chiqarishga harakat qilamiz. Like bosib, telefon o'ziga o'zinglarni hissiyotlarni qo'shiling. Shunaqa video olish oson emas. Kutamiz hamma.